Assalamu alaikum. Hürmetli aziz kırındaşlar. Ben Tahir Uyguryan. Bugün 2020 yılı 5. ayının 12. günü. Bugün sizler bilen Uygur ruhunun 5. sanında bir neçe muhim tema hakkında sohbetleşine oyladım. Birisi bütün ictimai muhitimizde evcilayotgan fitne fasatlar temisi. İkincisi üzüm üstüde bolayotgan 3 türlük söz çöçekki cevap. Üçüncü çoğun tema mevcut bolayotgan muşu türlük içki niza, cidel macera fitne fasatlarga qandaq taqabul turmez degan tema haqida o'ylaganlarimni o'rtoqlashmoqchi. Sözüm bir neçe temaga çetilganligi hem kalla joyda bo'lmaganligi uchun so'zlarimni qog'ozga xotirga yozib oldim. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, xususan menga ma'lum bo'lgandek 3 yildan beri har haftada bir qitimdan bir içki majraga, fitne fasatga şahit bo'lib keldik. Bu fitne fasatlar bizning hayotimizdagi eng muhim tarkibiy qismiga aylanib qoldi. Bizdeki vaktimiz, zihnimiz, keyfiyatimiz ve nurgun işlerimizge tesir göstergen bulmaydıgandek bir neslige aylanıp kalgandek bir keyfiyat şekillendi. Her bir Uygur şahıs xuddi ma'lum bir partiya yoki tashkilot uchun gap qildigandek. Her bir Uygur mustaqil Uygur uchun faqat Uygurning milliy manfaati uchun gap qilgan odamlar oz qolgandek. Cho'qimki kishilar özü təvə bolğan bir qruppa, öz yaxşı görgən adam üçün gəp qilishqa məcburlangandek bir muhit biz social mediada, yəni ictimai tarmoqlarda görüb keldik. Bu intayın əfsunarlıq bir iş. Mən haqqında bolğan ikinci çoğum emas əmdə bir yığıvadım birisi Tahir'in Uygurlar bilan uruşanmaydı. Saxtikar, hamma odamga yaxshichoq bo'ladi. Saxt kuladi degan gaplarni. Men menga buni boshqalar avatib berdi, buni ko'rdim. Men Uyg'urlar bilan so'qishib nima qilay? Men Uyg'urning xizmatini qilaman deb chiqib, Uyg'ur uchun so'zlab yurib, Uyg'urga qarshi men nima ish qilay? Dushman hammamizga aniq tursa, Xitoy tursa, men Uyg'ur bilan so'qishamdim. Men qilayotgan ishlarimda sizlar uqmaydigan azobli videolar, xabarlarni ko'raman. Bizga Uyg'ur agentligi dunyoning har qaysi joylaridan, har qaysi millatlardan, hatto vatandan, Xitoyning ichki o'lkalaridan bizga uchurlar keldi. Intayin qo'rqinchli. Men shularni ko'raman, tayyorlayman, Uyg'ur agentligida e'lon qilaman va yoki boshqa medialarga yetkazib beraman, tarjima qilib avataman. Bunga nurg'un vaqt ketadi. Uyg'urning aşı azaplık küllerini körep durup, ben Uyghur bilen soğuşamdım. Uyghur bilen soğuşamaydı diyen gap qandaq gap. Nima degan numussiz gap bu. Ben Uyghur bilen soğuşum kerakmi? Mende nayet güçlük energiya var. Bek güçlük energiya var. Eğer bu energiyani ben bir Uyg'urning üstüge chaçsam, o g'azabni, nafratni, o Uyg'urga qanchalik bisim bo'ladi. Bu xil ahvol ostida vatandagi Uyg'urning azoblari shu qadar qabahatlikkan, vatandan shu qadar shum xabarlarni biladi ekanmiz. Shundaq turug'liq Uyg'ur bilan so'qishish mening ishim emas. So'qishdiganlarga kangli. Qanchalik so'qasa o'zining ishi. Biz yolvurib, maqola yozib, so'zlab to'xtamay qoldik. O'zining erkinligi. Ammo men Uyg'urni tillamayman. Mening bu og'zim Uyg'urni tillash uchun yaratilmagan. Mening bu qo'lim Uyg'urga qarshi maqola yozish uchun, Uyg'urni haqorat qilish uchun, Uyg'urni tanqidlash uchun maqola yozishga yaratilmagan. Men Xitoyga qarshi yozaman, Xitoyga qarshi so'zlayman. Bu mening prinsipim. Agar bu prinsipimga xiloflik qilishga majburlaydiganlar bo'lib qolsa, uni bilan hisoblashga men tayyor. Yani ba'zilar meni yumshoq dedi ekan. Mening qattiqligimni ko'rsangiz, bardosh berolmaysiz. Shunchalik deb qo'yay. Uyg'urga qattiqlikni qilmayman.
Xitoyga qarshi qanchalik kurash qilayotganini ko'rganlar, agar bu energiyalar Uyg'urga chechiladigan bo'lsa, siz bardosh berolmaysiz. Buni bilib qiling. Men aqlni ishiltma, tadbirni ishiltma, hammani ishiltma. Yani ba'zilar o'zining xarakteridagi tangpungsizlik, ittiglik, hissiyotchanlik bilan yoki shaxsiy munosabat bilan boshqalar o'rtasida shakllangan shaxsiy adovatga boshqalarni ittirib kirgisi bor ekan. Xafa bo'lma, men ona kirmayman. Millatning ishi bo'lsa, men tayyor. Shaxsiy adovatingizga aralashtirmang. Agar siz millatning xizmatini qilib, sizga tuhmat kelsa, sizning hayotingizga tahdid kelsa, mana men sizning yoningizda. Biz meydanimizni faqat Xitoyga ifodalaymiz, qarshi meydanimizni. Uyg'urga düşmanlik qilishimizning, zarar chekishimizning hojati yo'q. Bu mening meydanim. Bu asosliq ikki cho'ng fitna fasodniki menga avatilishlik sababini men to'ynik sabablardan deb o'yildim. Birisi balkim mening kishilar meni tanqid qilsa, hatto eng nozik hissiyotimizga ta'sir qilib, shaxsiy hayotimizga hujum qilsa, balkim meni tizib qilishi mumkin. Bu ishdan tazdurimiz deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Va yoki mening zihnimni olamiz deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Bizga nayt ig'ir kunlar keldi, yonmadik. Chunki vatanda bo'lgan bo'lsak, 4-5 qitim, 4-5 ish sabablik hayotimiz tahdidga uchragan bo'ladi, o'lgan bo'ladi. Aspirant qizlar o'xshamakaba taqtibsa, Uyg'ur qizlarga deb muddatsiz yoki o'limga hukm qilish mumkin. Uyg'ur do'pi bayramini o'tirib qo'yib, tashabbus qilib, tashkillab millatni sen millat chiqibsa Uyg'urlarni hamma odamni Cunhua millati bilan bir sap qilmay, Cunhua millati bizning farqimiz bor deb bu iddia o'tirib qo'yibsa sen deb u muddatsiz kesishi mumkin. 500 dan 2000 ga qadar 2013 yildan toki men ayrilgan 2017 yilning 2-oyga qadar 2000 ga yaqin Uyg'ur korxonachini tashkillab 30 o'g'il korxonachilar jamiyatida yoshlarga ig'lik tiklash darslaridan o'tib, korxonachilarning bozorlarini, marketing sohasidagi ishlarini qulaylashtirib, mablag' silish sahlarini yoritib, maslahatchilik shirkatlarini maxsus mulozimat sahnaga uyushtirganligimiz uchun milliy korxonachilik taraqqiyotga to'p qo'shgan bo'lgunchi unsur deb uni jazolanishimiz mumkin. Uyg'ur degan ismni ishiltish xilla xatarli deb qaralgan 2011-yilda Uyg'ur ilm munbiri deb butkul Uyg'urning eng katta olimlarini yig'ib bir sahnaga akaganligimiz uchun balkim meni millatchi unsur deb sud kesgan bo'lishi mumkin. Balkim 9 qiz ayollar munbiri deb, 9 qiz ayollar taraqqiyot munbiri deb Uyg'urning eng o'tkir, samimiy, bilimli xonimlarini Uyg'ur ayollar uchun qonun, psixologiya, farzand tarbiyalash, ig'lik tiklash va oila haqida maslahat beradigan, taraqqiyot uchun to'p qo'shadigan, uchur beradigan, tarbiyalaydigan bir o'rni qurganligimiz uchun bizga, menga jazo berishi mumkin edi. Yani demakchi bo'lganim, vatanda bo'lgan bo'lsam, menga bu erkinlik, bu hayotlik yo'q edi. Shunga mening hayotim qarz. Mening hayotim qarz. Boshqalar bilan ishim yo'q. Boshqalar nimalarda o'zining ishi. Uyg'ur bilan so'qishamda, tillashamda o'zining ishi. Men vatanda bo'lgan bo'lsam, o'ltirilatdim. Yuqoridagi ishlarimga o'ltirilmagan bo'lsammi, men 2005-yildan 2007-yilgacha The Uyghur Culture in Danger, xatar ichidagi Uyg'ur madaniyati degan maqolam uchun yozib yatgan 2 yillik turma hayotim uchun shular qaytadan akirishi, turmaga hukm qilishi mumkin edi. Shunga bizni yandirish uchun apamni 10 yildan ortiq, bir tuqqan inim Odilni 10 yildan ortiq kesganligini angladim. Qiyin singlim Patugulni qamag'anligini angladim. Jamiyatimizdan kam bo'lganda 20 necha odamning turmada ekanligini angladim. Hatto yaqin tuqqanlarimizdan Saypinning qatori tuqqanlarining o'ltirilganligini Amerika taratqular, Vox qatorliq taratqular e'lon qildi. Demak biz yonmadik. Ammo sizning gaplaringlar, shu fitna fasodni taganlar, anglab qo'yinglar. Fitna fasodlaringlar meni yo'ldoshi bor, ayol oilasi bor, ayollarga chaplash bilan bu tuhmatni menga atib olmaysizlar. Balkim vatanda oilasiga yaxshi qaramagan,
Darvaqa, men aldirashligimdan iqtisodiy faoliyatlar, ijtimoiy faoliyatlar intayin murakkab va ko'p bo'lgan munosabat chamberligida men oilamga yetarli vaqt ajratolmagan bo'lishim mumkin. Men uni tan olaman. Menda xatolik bor. Lekin men shular uchun shu ayolimningki shu qarz uchun men 3 yil hozirgacha hech qanday bir oila qurmasdan shularga o'zimningki ko'ngil qarzimni ifodaladim. Mushu jarayonda ular vatanda qiynalayotidu. Agar anglasa qizim bilan apsi ko'ngli yerim bo'lmasin deb men oila qurmadim. Bundan keyin boshqa tadbir qo'llanishi mumkin, ammo u yana vaqtga bog'liq. Endi bizning dushmanimiz intayin pastkash va razil dushman. Har birimiz vatanda bo'lgan bo'lsak, shu turmadagi qirinlashlarga o'xshash ig'ir kunlarni ko'rdiganligimizni bilib turib, millat uchun harakat qilmadik. Uyg'unishimiz tegishli masala. Endi dushmanimizning nacharligini to'nimasligimiz sababidan biz harakatga o'tmadik. Dushmanning nacharligi, adolatsizligi, razilligi, pastkashligi bizni qo'zg'atadigan eng muhim omil. Meni qo'zg'atgan eng muhim omilning birisi nima desa, men Xitoyning tarixini nihoyat yaxshi o'rgandim. Xitoy kompartiyasi haqida men so'zlamadim. Fursatlarimiz bo'ladi, men Xitoy kompartiyasini tadqiq qildim, o'rgandim. Amerikaliklar qanday qaraydi, turklar qanday qaraydi, arablar qanday qaraydi, xitoylar o'ziga qanday qaraydi. Buni o'rgangandan so'ng uyg'urlar qanday qaraydi, buni men o'rgandim. Shu men Xitoyni nihoyat yaxshi tushunaman. Bu razil Xitoyga, mushu pastkash Xitoyga, mushu iflos, yolg'onchi Xitoyga sukut qilishning o'zida bir jinoyat deb qarayman. Agar Xitoyning bozak qilayotgan mening urug' tuqqanim, mening xalqim, mening millatim emas, boshqa bir millatni bozak qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoydagi mushu razil hokimiyatga qarshi turish bir insonning mas'uliyati deb qarayman. Mushu ikkinchi nuqtadan biz yana Uyg'ur uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Menmo har qancha fitna fasod bo'lsa-mu, bu harakatimdan voz kechmaydiganligini deb qo'ymoqchi. Uchinchisi, bizning vatanda intayin go'zal, so'yimlik, oq ko'ngil, mehribon qarindoshlarimiz qoldi. Kishilar doim mendan bir gapni so'raydi. Sen nima uchun? Masalan, o'tgan hafta bir do'stim so'radi. Iftada, yolg'iz iftar qildim bir do'stim bilan. Sen nima uchun bu qadar johillarcha, bu kadar saranglarcha, asabiylarcha, telvilarcha yolg'iz yoki yakkigona yoki bir qism fidoyilaridan o'zini oshkorlashgan fidoyilaridan bunda kurash qilsa dedi. Sana har xil tahdidlar bor, jazolar bor. Mening javobim shu bo'ldi. Chunki menga mushkunni bergan, menga aqlimni ochgan, menga o'zimning kimligimni bildirgan qarindoshlarim vatanda qoldi. Mening diniy ustozlarim menga hadis tafsirini o'rgatgan, fiqh, sarf, nahve, grammatika, mushuni o'rgatgan ustozlarim vatanda qoldi. Menga Uyg'urning tarixini o'rgatgan do'stlarim vatanda qoldi. Menga Uyg'urning madaniyatini o'rgatgan do'stlarim vatanda qoldi. Eng muhimi menga og'indoshlikni yetkazgan, menga do'stlikni yetkazgan, Uyg'urniki ijtimoiy muhitdagi sho'xlik, xushallik, sevgi, nafrat, achchiqlik, erkaklik, talvilik, saranglik, har xil mijozlarni men ko'rsatgan qarindoshlarim vatanda qoldi. Men shu do'stlarim uchun bir ish qilishim kerak. Sizlarmi shu? Bu bizningki harakat qo'zg'aydigan 3-cho'ng sabab. Har qanday bir Uyg'ur birinchisi vatanda bo'lgan bo'lsak, ig'ir kunga duch keldik. Ikkinchisi bizga urug'-tuqqanlarimizga yordam qilish, qutqizish bizningki eng cho'ng insoniy mas'uliyatimiz. To'rtinchisi, shu tuqqanlarimizga xiyonat, zulm saqlanlik uchun emas, balki o'zining razillik bilanla bu Xitoy hukumatı bizning qarshi turishimizga loyiq bo'lgan bir dushman. 5-cho'ng sabab, har qanday bir Uyg'ur, chet elda yashagan har qanday bir Uyg'ur, ko'p qismimiz, mutlaq ko'p qismimiz vatandagi Uyg'urlarningki kulfatlari bo'lganlik uchun biz mush kunga yashab keldik, erishib keldik. Shuni biz cho'qim millat uchun qo'zg'alishimiz kerak. Shunga meni qarindoshlarimizning badaliga erishgan bu erkinligimizda men o'zimning mas'uliyatimni turayotgan bir inson meni u fitnadan to'xtab qolmaydi. Men mushu yo'lga chiqqan vaqtimda yolg'iz qolganligimni bilgan. Tilaqarat anglaydiganligimni bilgan. Yolg'iz deganim hamda ma'lum jihatdan yolg'iz, ammo ruhiy va ma'naviy jihatdan yolg'iz emas. Nurg'un qarindoshlarim bor biz bilan. Ular bizga sabdosh, ular ilhom berdi, madad berdi, bizga duo qildi. Men yolg'iz qolganligimni bilardim. Haqorat anglaydiganligimizni bilardik. Fitna, fasod bo'lganligini bilardik. Hatto do'stlarimizmi bir qismlari bizni voz kechirganligini bilardik.
Qiyinchilik bo'lsa bizdan kar yo'q, ammo to'p talashganda oldiga chiqib olgan qirlashimizning borligini bilatdik. Xususan men to'p talashib baxmadim. İnşallah bundan talashmayman. Chunki to'pa degan narsa mavjud emas. Qarz o'tash mavjud men uchun. Shunga bu pishni pasatlar men uchun ta'sir qilmaydi. Gerçi men hozir jurnalist va aktivist, ya'ni Uyg'ur agentligi va UNN orqali Uyg'urning ovozini necha million chet elliklarga anglitib turamiz. Uyg'urlar sizlar, Uyg'ur qindoshlar sizlar ko'p ko'maysizlar. Boshqa millatlar ko'p ko'rdi buni. Shunda bo'lsa-mu, hamda jurnalizmlik va aktivizmlik nuqtasini aytgan chaqda men biroz aktiv bo'lib keldim. Amaliyotda meniki balkim tadqiqotchi bo'lish arzuyim bor bo'lishi mumkin. Yaxshi korxonchi bo'lish arzuyim bor bo'lishi mumkin. Lekin uningga hozirgi zihnim, kayfiyatim va vatandagi jiddiy vaziyat yar bermaydi. Agar men Uyg'ur millatini bugungi Xitoyninki nihoyat tez suratli osilmasya qilish va yo'qotish, qirg'in qilish siyosati 10 yildan ortiq bardosh beraladi Uyg'ur millati deb qaragan bo'lsam, bu ishqa bu qadar o'zimni urmagan bo'lardim. Balkim boshqalardek aldirmay kelishim mumkin-di. Lekin men unda qaramayman. Uyg'urning vaqti 5 yildan 10 yilga qoldi deb qarayman. Chunki Xitoy bütün kuchi bilan osilmasya qirg'inchilik qadamini ilib beryapti. Bütün vaslarni ishlatadi. Jamoat, davlat kuchini ishlatadi. Bizniki har bir bo'lakimizga hujum qilyapti. Farzandlarimiz, ayollar, cho'nglar 5-10 yildan keyin nurg'unlar vafot bo'ladi. Yeshi bir yerga boradi qarindoshlar. Bolalarimizni Xitoy qilib tarbiyalayapti. Uyg'ur tili mumkin emas so'zlayolmaydi. Din asla mavjud emas. Amini chekildi. Yoshlarimizningki g'olliqlarni hammasini yoki sotkasdi yoki ishkirdagi zavodlarga qul qilyapti. Kim qoldi? Balalar, ayollar, cho'rlar, qir-cho'rlar qoldi. Bularga agar men ashuniki yaxshi oqko'ngil xalqim 10 yildan ortiq bardosh beradi degan bo'lsam, men aldirmay qilatdim. Tadqiqotchi bo'lishim mumkin-di, savdogar bo'lishim mumkin-di, boshqa ish qilishim mumkin-di. Lekin men unda qaramayman. Shuni tez harakat etishim kerak deb qarayman. Endi hozir men tashkilotchi bo'lmay turib, bir odatdagi bir jurnalist bo'lib turib, mushu qadar fitna basatlarni oldim. Agar mengu men jurnalist bo'laman, men mengu tadqiqotchi bo'laman yoki aktivist bo'laman, shaxsiy shaklda bo'laman deb deyolmayman. Agar kunlarning birida tashkilotga aralashib qolsam, bu fitna basatlar yana davom qilishi mumkin. Shunga qarindoshlarga diqqatli bo'lishni umid qilaman. Biz hayronlar bo'lgandek arablarning ichida Xitoyga sitilganlar bilan so'qishib keldik. Turklarning ichida Aydınlık, Doğu, Prinçek degandek so'lchil bir qism guylar bilan Xitoyninki sitilmalari bilan so'qishib keldik. Hatto Amerikadami Xitoylarninki tarafini olgan nurg'un so'lchillar bor. Ularlarni biz ijtimoiy medialarda bo'libmi UNNninki Twitter kanalida jiq etishib keldik. Ular bizni arz qilgan bo'ldi, shikoyat qilgan bo'ldi. Bizga nurg'un Xitoylarninki sitilmalaridan emaillar keldi, tahdid xatlar keldi. Biz Uyg'urga yetishib bo'lamdik. Uyg'urning pishtimasatlarga taqobil turamdik. Xitoyga taqobil turamdik. Chet ellik taqobil turamdik. Qaysiga taqobil turmaymiz qarindoshlar. Qaysiga vaqtimiz yetadi. Agar sizlar samimiy bo'lsanglar, millatni so'ya bo'lsanglar, Uyg'ur bilan so'qishdiganga, Uyg'urni analiz qildiganga qanchalik vaqt ajratyapsizlar, Xitoyga qanchalik vaqt ajratyapsizlar. Shuni o'ylab boqinglar qarindoshlar. Bir kunda 24 soat vaqt bor. 7 soat uxlaymiz. 2 saat tamakka, tazlıkka ketip qilishi mumkin. Qolgan vaqtlarimiz ishlashga, hayotga ketadi. Ashning ichida biz social mediaga chiqib Facebook, WhatsApplarda g'ayvatlarga ovoz qo'shimiz, anglaymiz, ko'rimiz, sukut qilamiz. Millatning dardi nega beryotidi, Uyg'ur nega o'lyotidi, buningga qarimiz bo'lmaydi. Taqtiyotganlarga sukut qiling qarindishim demaymiz. Talashqidek hech nima yo'q. Talashib arkadaşlar bir deydigan gapim bor. Hozir aldirmay kelma. Sizlar talashadigan hech nima yo'q. Töhbə deb qapsizlar, töhbə sizlarga yozilmaydi. Menga yozilmaydi, hech kimga yozilmaydi. Bu töhbəni o'ylashib ketmanglar. Bekcho'ng vatan ozod qiluvchi qahramonlik töhbəsini talashma deb o'ylamanglar. Biz faqat hamkorlashquchi, hammamiz kurash qiluvchi, bir binoning uliga bir qish sog'uchi, o'zinglarni ulug' hisoblamanglar.
Biz bek oddiy insonlar. Biz hech nima emas. Xudoning oldida biz intayin uşaq, uvoq insonlar. O'zinglarni qattiq cho'ngchaqlamanglar. Boshqalarga baho berdik salohiyatinglar yo'q. Og'zinglarni buzg'idek, tillig'idek, g'aybatidek salohiyatinglar yo'q. Sizlar o'qigan bilimni boshqalarga o'qidi. Sizlar qilganni boshqalarga qildi. Sizlar yozganni boshqalarga yozadilar. Hatto sizlardan yaxshi qilganlar bor, ko'p qilganlar bor. Boshqalarga hujum qilmanglar. O'zinglarni bek yuqoriga olib ketmanglar. Sizlar hech nima emas. Men bu hech nima emas. Men azaldan o'zimni hech nima deb qaramayman. Bugun men haqidagi 3 turlik ig'volarni deyishdan sirt Uyg'ur muhojirat ijtimoiy muhitida atmosfera saqlanayotgan bir qism pishni pasatlarni qanday hal qilamiz degan temada bu 3-tema shaklida shuni men munozara qilmoqchi. Men bek cho'ng bir harakatga tashabbus qilmagan bo'lg'achqa o'rnimdan turmay, ovozimni yuqori qilmay turib so'zildim. Balki mulohiza yoki tushunish tipidagi so'zlashim mumkin deb. Endi pishni pasatlar haqiqatan bizga g'oyat zo'r vaqtimizni olib ketdi. Unda bo'lsa biz qanday hal qilamiz bu pishni pasat masalasini degan chog'da men bunday o'ylaganlarim bor. Birinchisi pishni pasatlarningki foyda va ziyinini tunib yetish. Pishni pasatning foydasi bormi desa, foydasi bo'lmasa, ashunda ko'p insonlar sukut qilamdi. Foydasi bo'lmasa, ashunda ko'p insonlar taqtamdi. Foydasi bo'lmasa, shunda ko'p insonlar vaqtini, telefonini, uyqusini, kayfiyatini sarf qilamdi. Çoxum bir foydası var. O foydası bo'lsa-mu, boshqalarning azobiga, g'aybatiga sukut qilib xo'sh bo'lish. Ashu sizlar uchun kelgan foydasi. G'aybatparastlar uchun. Sizlar xo'sh bo'lmasanglar, boshqalarning azobidan siz taqatmaydinglar. Bu foydasi birdan-bir foydasi shu. Birdan-bir foydasi g'aybat shikoyatdan xo'sh bo'lish, g'aybatchilar uchun kelgan birdan-bir foydasi. Birdan-bir foydasi. Ama pishni pasatning ziyni cho desa, bu pishni pasatning ziyni cho'ng jihatdan 3 jihatdan analiz qilaman. Birisi avomga keltiradigan ziyni. Ikkinchisi milliy harakat keltiradigan ziyni. Uchinchisi shaxs keltiradigan ziyni. Agar biz pishni pasatniki foyda va ziynini ishqaga qo'yib, foydasi ma'lum, ziyni ma'lum deb to'liq analiz qilib, selektirib chiqargan bo'lsak, pishni pasatga bo'lgan tunishimiz mukammal oshidi. Shu jihatdan olgan chog'da men buni ilmiy analiz qilib baxmoqchi. Xo'sh. Pishni pasatning foydasi agar shaxsning ko'nglini xo'sh qilish, boshqalarning kulfatlariga xo'sh qilish bo'lsa, undaqda ziyonlari qaysi? Birinchi, avomga keltiradigan ziyni. Avomda g'oyat zo'r bo'lgan, ko'pchilikda jamoatlashgan ammada g'oyat zo'r bo'lgan buzuq psixika shakllandi. Bu buzuq psixika har bir insonni ishonmaslik, har bir insonni masxir qilish, har bir insonni bir ayb bilan tunish, har bir insonga gumon qilish, har bir insonni kamsitish, har bir insonga o'ch bo'lish, har bir insondan qusur izlash, hech kimga ishonmaslik. Bu xil avomga bo'lgan, avomga shakllangan bu xil buzuq psixika bir millatning ruhini butunlay buzib tashlaydi. Biz buni ijtimoiy sotsiologiya nuqtasidan social psychology, ijtimoiy psixologiya nuqtasini tahlil qilgan bo'lsa, bu umumiy millatning xarakterini bo'g'ib tashlaydi. Haqqoniyat uchun gap qiladigan, tik turadigan, zulmga uchrag'uchiga yordam qiladigan bu xil ruh o'lidi u millatda, u jamoatda. Bu jamoatning ruhini eng buzib tashlaydigan psixologik kasallik mush ishda avj oladi. Ko'payib ketadi. Natija nima bo'lamiz desa, natijamiz hamma inson bir-birini e'tirof qilmaydigan, hurmat qilmaydigan, ishonmaydigan, hamkorlashmaydigan, birlashmaydigan kasallar guruhiga aylanamiz. 24 soat attigan qarasak, kimning g'aybati bo'ldi, tushdan kimning g'aybati bo'ldi, kechda kimning g'aybati bo'ladi. Bütün tashkilot boshliqlarining bir g'aybatini qilamiz. Chiroyli qizlarning g'aybatini qilamiz. Yaxshi o'qonlarning g'aybatini qilamiz. Ziyolilarning g'aybatini qilamiz. Dindorlarning g'aybatini qilamiz. Boylarning g'aybatini qilamiz. Pul topgan bo'lsa, Xitoy bergan pul. Ziyoli bo'lgan bo'lsa, millatning g'amini qilmaydigan ziyoli. Dindor bo'lgan bo'lsa, o radikal dinchi,
Faaliyetçi bolsa, o Xitoyninki qo'li bo'lishi mumkin. Mushu xil fitna fasod millatning ruhini tushkunlashtirib, ishonmaydigan qilib butunlay ijtimoiy psixologiyamizni buzib tashlaydi. Bunun oldini oladigan usullarni biz keyingi qadamda so'zlaymiz. Bu avomga keltiradigan zini, bir avomni taltakus ruhini butunlay buzib tashlaydi, tushiriklashtirdi. Harakat qilishni xohlamaydigan, gapni anglaydigan, g'aybatli qiladigan, g'aybatli anglashni xohlaydigan holatga keltirib qo'ydi. Bunun zini Xitoyning butun Uyg'urni qirib tashlaniga o'xshashlan baksiyan. Çünkü Xitoyning maqsadi Uyg'urni ish qo'zmaslik, harakat qo'zmaslik, gap qo'zmaslik, millat uchun so'z yetkazmaslik. Bunun apti bek ig'ir ziyon. Endi milliy da'vo uchun ta'siri bayatni deganimizga o'xshash ishonchni o'ltirib, tashkilotlarga, faoliyatchilarga, diniy ziyolilarga, rahbarlarga, korxonchilarga bo'lgan ishonchni o'ltirdi. Jamiyatning har qaysi muhim qatlamlarida hamkorlik shakllanmaydi. Biz hech qanday cho'ng ishni vujudga keltira olmaymiz. Chunki bir-birimiz bo'lgan yomon gaplar bor, ishonmaslik bor. Ishonmaslikni, yomon gapni anglab turib biz qanday odam bilan birga yaxshi kela olamiz? Shu yomon gapni anglamaslik bek muhim. Siz yomon gapni anglagan vaqtingizda o'zingizni zaharlagan bo'lasiz qarindishim. Anglagan vaqtingizda o'zingizni zaharlagan bo'lasiz. Sizning qalbingizda odamlarga bo'lgan o'chmanlik shakllandi. O'zingizning millati o'ch bo'ladi. Farzandlaringiz mushu opamga, dadamga azar bergan, mushu millat bilan do'st bo'lamdim deydi. Palonidek yaxshi odamni tillagan odam bilan men aralashamdim, cho'ng bo'lsam mushundan to'y qilamdim deydi. Bu millatning kelgusi avlodlarini millatni butunlay voz kechtirdi. Buning zini hammadan xatarli qarindoshlar. Shaxs nuqsini olgan chaqda g'ayratga eng yaqin shaxsning hammasi muvaffaqiyat qozonolmaydi. Sizlar Amerikaning ish bilish usuli qarab boqinglar. Utuq qozongan turklarga qarab boqinglar. Arablarga qarab boqinglar. Ular g'ayrat bilan shug'ullanamdi. Ular telefonga qarab o'ltiramdi kechgacha. Ular kim nima deyapti deb shunga diqqat qilamdi. Ular yoki xabar o'qib, o'zining kasbiga oid uchurlarni o'qib, planlarni tuzib, attigini bir kunlik ishni planlab, munosib odamlarni ishga o'rinlashtirib, kechga xulos qilib, kishilar bilan ko'proq kishilar bilan do'st bo'lib, hamkorlashib qilamdi yoki so'qishib o'tamdi. Shaxsiy nuqtadan o'ylab boqinglar qarindoshlar. Shaxsiy nuqtadan olgan chaqda bizning ko'p vaqtimizni sarf qilyapti bu ish. Hayotdan oltindan qimmat narsa yo'q. Biz pul to'lab ijara o'tirmaymiz qarindoshlar. Nurg'un vaqtimizni haqqa pul uchun sotamiz, ishlab. Andan keyin bekor vaqtimizda aram olmay, kayfiyatimizni yaxshilamay turib, u vaqtni g'aybatga sarf qilamiz, ko'ramiz. Bunun zini qanchalik qarindosh o'ylab boqinglar. Psixologiyamiz shaxsiy nuqtadan olgan chaqda butunlay buziladi. Hamma odam yomon bo'laversa, o chaqda o'zimiz bo'lgan ishonchimizni o'ladi qarindoshlar. G'aybatlarga aralashgan odamning obro'yi qolmaydi. Obro'y inoat qolmaydi. Men g'aybat qilgan odamni faqat yaxshi ko'rmayman, xususan men cho'ng ko'rmayman. Boshqa odamlarni cho'ng ko'rdigan ishonmayman. Men ko'rdigan, bildigan nurg'un isil akalarimiz, hadilarimiz g'aybatlarga aralashmaydi. Nima uchun? Chunki ular g'aybatga aralashgan insonlar to'van tabiatlik insonlar deb qaraydi. Jamiyatning eng to'van qatlamidagi insonlar, qildigan ishi yo'q insonlar qilu deb qaraydi. Salomatligimizni nacharlashtirdi. Eng oxirida bizni ruhi zaif, tini zaif, iqtisodiy nachar, kishilar orasida inoat yo'q bir insonga aylantirdi. Bu üç jihatni olgan chaqda g'aybat shikoyatning zini bir millatning eng cho'ng dushmani bo'lgan raqobatchilik dushmanga foyda keldi. Bizning dushmanimiz Xitoyga eng cho'ng foydani mushu jamiyatimiz saqlanayotgan barliq fitna fasodlar akildi. Siz bilmay turib aralashib qolsiz, oldi bilan sizning ruhingiz paskinlashadi. Siz paskinlashgandan keyin ruhingiz xalqning aybini topqingiz keldi. To'xta, meni xalq tillatibdi, men planning g'aybini topmayman deb o'ylaysiz. Şuna biz fitna fasodlarni tonishda fitna fasodlarning bir vaqtda hem şeker yaltılgan, hem zehir yaltılgan suiqasd ekanligini bilishimiz kerak. Fitna fasodlarning bir vaqtda hem şeker, hem zehir yaltılgan suiqasd ekanligini bilishimiz kerak. Ko'p qism fitna fasodlar ismi jismi yo'q kishilarni ta'qib qilib o'tadi.
Bunun ko'rilishiga bo'ldiki, Xitoy Uyg'urlarni parchalash uchun qanchalik kuch chiqardi. Buni o'ylab baqish kerak. Endi yuqorida fitna fasodning foyda ziyinini analiz qilib tushundik. Bunun misollar bek ko'p, qarindoshlar. Haftada bir ko'ryapmiz, üzülmeyotdi. Endi qanday hal qilamiz bu fitna fasodni haqiqatan ziyonli ekan millat uchun? Undaq bo'lsa bunun chorasi nima? Bunun savolimizga milliy xizmat sipidagi, siyosiy harakat sipidagi barliq qarindoshlar bir-biri bilan urushmaymi, tillashmaymi, masala hal qilishga odatlanishimiz kerak. Qanday odatlanamiz? Bu yerda talashadigan bek cho'ng masala yo'q. Bek cho'ng alahazal cho'ng ishlar yo'q. Uni telefon bilan hal qilib bo'ldi nurg'un masalani. Ayrim ko'rish hal qilib bo'ldi. Chiroyli suhbatlash hal qilib bo'ldi. O'ttirga vaslarni qo'yib hal qilib bo'ldi. Ilmiy xatlarni yozish orqali hal qilib bo'ldi. Herkes ig'zini buzib, shaxsiyatiga qilgan haqoratlarni qilmay turib, o'xshamagan ko'z qarashlar bo'lsa, palani apandi yoki palani xonim bundaq qaraydi ekan. Buningga men bundaq qarayman deb hal qilib bo'ldi. Uning oilasiga, farzandlariga, jamiyatiga hujum qilish orqali, hayotida o'tkazib qo'ygan bir xatolarni so'rab chiqish orqali tanqid qilib bo'lmaydi, u axloqsizlik hisoblandi. Boshqalarning shaxsiyatiga qilgan har qanday hujumni faqat chakil odamlarlar qiladi. Chunki sen uning bilimiga, nupoziga xiris qilmading. Hasad qilding sen uningga. Sen uningga ilmiy faktlar, uningki nazariyasiga, ko'z qarashiga tankilanmading. Agar sen haqiqatan ilmiy bo'lgan bo'lsan, sen uningga ilmiy usul qarshi turgan bo'larding. Uning fikr bergan bo'larding. Sizniki fakiting ma'lum ekan, sizning fakitingga mening fakitim manda qarayman. Sabab natijalik qonuniyat bo'yicha, logikalik qonuniyat bo'yicha. Yoki palani ilmning palani nazariyasi bo'yicha olgan chog'da sizning gaping xato deganini cho'qim deyish kerak. Agar unda qilmay, shaxsning shaxsiga hujum qilgan bo'lsa, yolg'on fata to'qilgan bo'lsa, xuddi bugun mening ustimni taqalgan fitna fasod o'xshash, yolg'ondan fitna to'qilgan bo'lsa, u bir yengilganlik, ojizlik bo'ladi qarindoshlar. Endi uchinchi cho'ng choramiz fitna fasodni hal qilishningki, fitna fasodlarga quloq solmaslik, qat'iy. Buning ziyin do'nib yetdi. Qat'iy quloq solmaslik. Eng oxirida kasal bo'lgan o'zimiz. Bu to'g'rida ko'p so'zladim bayatim. Eng oxirida ziyon bizga bo'ladi. Uchinchi cho'ng ziyini, uchinchi cho'ng tadbirimiz fitna fasodning oldini olishda egisi yo'q uchurlarni taqatmaslik. Egisi yo'q, ya'ni uning avtori yo'q. Men yozdim, men palani vaqtda palani shaharda degan egisi bo'lmagan. Andan keyin u mazmunda kishilarga haqorat qilgan, boshqalarning shaxsiyatiga hujum qiladigan, millatning birligini buzadigan, Uyg'urning ota-onalarga hujum qilgan mushu uchurlarni taqatmasligimiz kerak. Mushu bek muhim qarindoshlar. Sizlar taqatmasanglar, sizlar ko'misanglar, bu yo'qolib ketadi. Buning bozori qolmaydi. Har qanday buzuqchilikqa, eskinasiga bozorni biz beramiz. Agar bozorni biz butunlay cheklab etsak, fitna fasodchining bozori qolmaganidan to'xtaydi. Hech bo'lmasa ma'lum shaklda to'xtaydi. To'rtinchi cho'ng taklifim tashkilot bo'lsin, aktivist bo'lsin, insonning insonligiga emas, fikrga, ko'z qarashga taklif bersak bo'ldi, tanqid bersak bo'ldi. Endi biz hammamiz xatolashimiz. Mening nurg'un ayiblar bor. Bizning Uyg'ur agentligidagi fidoyilar meni tanqid qildi, ayiblaydi. Men ba'zi ko'nglim qattiq yerim bo'ldi. Men shunda kuchaya bassam, menga mushtalar gapni qilamdi deb. Lekin o'zim bisib olaman. U bolalar o'ch olmayman. U bolalarning keyindan g'aybat qilmayman, tillamayman u bolalarni. Ammo shu fikrlashib, o'zim ko'z qarashim bildirish tirishim. Lekin men hal qildim nurg'unlarni. Masalan, bugun menaqqa taqilgan fitna fasodni bir qarindishimiz bir topda buni taqib etgan. Men ash qarindishimizga telefon qilib, izlab so'rab tepib, shu fitna fasodni taqibsiz paketingiz bormi desam, u qarindishim menga tushuntirib, kechiring, bu fitna fasodni boshqalar yozib ekan, men bilmaslikni taqibman, mening maqsadim sizga tushuncha berish edi. Herkesme bunu taqib, sizga qarshi gap taqish emasdi dedi. Men bo'pti emsa, bundagi gaplarni taqatmay,
bir şey yoki oxirgi izohat qo'shib, bu rostmi yolg'onmi dan eng azında. Agar boshqalarning iziga yetadigan, hatto ayollarning obraziga yetadigan, masalan, bugungi menga atilgan bo'xtonda mening bakroq bir xonimga yetadigan tuhmat bor. Ashunda bo'lib qolsa, bu siz uchun gunohi bo'ladi, obro'yingizga ta'sir etadi, boshqalarning vaqt ketadi, buni qilmang desam, o qilmishim nihoyatda chiroyli qabul qildi. Bir aşı topda bir apostol xati yozib ko'pchiliklar o'rtoqlashdi. Fazilatli qilishimiz ekan aşı. Men buni hal qildim. Men hal qilib baxtim nurg'ullarni. Men xalqning tilimidim. Agar men maqola yozib, paloni g'aybat qilibdi, palonisini tillagan bo'lsam, nurg'ul odamning ko'ngli yerim bo'ladi. Nurg'ul odamning vaqt ketadi uningga. Nurg'ullar ishinib qoladi. Men uni dushmanlashgan bo'lsam, buni xatolik bo'lmasa, bunda qilaman deydi qarindoshlar. Masalaning hal qilish usulini tepishimiz kerak. Endi meniki eng oxirida tavsiya qiladigan ikki cho'ng o'yin. Tavsiya qilaman qarindoshlarga. Bu so'zimni anglagan har bir qarindoshlarga bu o'yin endi o'yan, mundaqcha aytgan chaqda, bu o'yinni o'ynab boqishinglarni tavsiya qilaman. Bu o'yin fitna fasodlarning oldini oladigan eng unumli tadbir deb qarayman. Fitna fasodlar birinchisi men hech kim emas o'yini. Men hech kim emas degan o'yin. Nima uchun bu o'yin deymiz desa, fitna fasodlarning hammasida fitna fasodni qilguvchi, taqatuvchi har bir insonda o'zini bak cho'ng tutish xohishi bor. Boshqalarni yoki urush xohishi bor. Endi biz qanaqamiz uning zarb berish uchun men hech kim emas. Men ulug' inson emas. I am nothing. I am nothing. Men hech kim emas. Kimse değilim. Men hech kim emas. Ana lesto bir şey. Ana lesto bir şahsın. O şimi do puşu. Bu oddiy gap bilan degan chaqda men hech kim emas. Men intayin tövbe bir maxluq. Men Xudoning eng oddiy bir bandasi. Ulug' emasman. Men dunyoni kontrol qilgan bir milliarder emas. Men Amerikaning prezidenti emas. Nobel mukofotga bir olim emas. Bir cho'ng armiyaning qo'mondoni emas. Mushni bilib yetishimiz kerak har biraylar. Har bir so'zimizda men hech kim emas, men hech kim emas. Hech odat ishimiz kerak. Hatto men bayat degan ash ulug' insonlarni tanqid qiladigan, tillaydigan, nazorat qiladigan apparatlar bor. Ularni hadini aşmaydı, xato qilmaydi ular. Ehtiyotjon. Shuni pitmasa taqishdan burun avval o'zimizga deyli. Men hech kim emas. Bu gapni taqishgan salohiyatim yo'q. Men haddim yo'q. Men haddim yo'q degan o'ginayli. Bu o'yinning ismi men hech kim emas degan o'yin. İkinci o'yin Pokning bormi degan o'yin. Pokning bormi degan o'yin. Ya'ni har qanday bir odam gap qilgan bo'lsa, pokning bormi deyish kerak. Agar chaqchaq qilib birisi bozorga borayli desa, hatto mushu xil gapkimi? Bozorga borayli degan gapkimi? Pokning bormi? Saranglash deyish kerak, asabiylash deyish kerak. Har qanday gapga. Paloniyada kasal manchisi chiqibdi, pokning bormi? Paloniyada mancha odam o'libdi, pokning bormi? Paloni manchi sodisda paytibdi, pokning bormi? Palon bilan palon urushibdi, pokning bormi? Oy paloni ajrashib ketibdi, pokning bormi? Paloni tug'ibdi, pokning bormi? Nima desa pokning bormi? Mush o'yinga odatlanish kerak. Agar har bir ishimizda pok so'zlashni qoidaga aylantirgan bo'lsa, biz pokitjon, logikalik alamga aylana olamiz. Qarindoshlar, men bu ikki o'yinni qayta tavsiya qilaman. Hal qilish usulida men cho'ng jihatini olgan chaqda birisi fitna fasodlarning foydasini analiz qildik. İkincisi hal qilish usulidagi bir qator tadbirlarni o'tirib qo'ydik. 5 tadbir va 2 o'yinni o'tirib qo'ydim. Oxir deydiganim qarindoshlar, sizlar agar fitna fasod orqali xalqning hurmatiga erishmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, xatolashibsizlar. Fitna fasod orqali erishgili bo'lmaydi. Oq ko'ngillik bilan, samimiylik bilan, durustlik bilan erishgili bo'ldi. Agar samimiy bo'lsanglar, millatni yaxshi ko'rsanglar, xalq sizni haqiqatan bir şey qilib ko'tardi bir kunlarda. Agar xalqning hurmatiga erishmaydigan bo'lsanglar, agar xalqning hurmatiga erishkim yo'q, onun muhim emas, men faqat fitna fasod orqali dushmanimga zarba bermaydigan bo'lsanglar, dushmanni xato to'lib qolibsizlar. Uyg'urlarning dushmanlar bo'lanmaydi. Bir narsani bilib qolinglar, hech qanday bir Uyg'ur bir-birini yengolmaydi. Uyg'ur bilan Uyg'ur o'tirisida yenguvchi mavjud emas. Bugun sizlar utib olasizlar, ati u bir utidi. Sizlar dunyoning o'yirib turib Facebookga chiqib bizni tillaysizlar. Bir Uyg'ur dunyoning bo'yirib turib sizlarni tillaydi Facebookga chiqib.
Bu oyan mengi tugaydigan o'yin emas, qarindoshlar. Men 3 yil ko'rdim. Kuzatdim. Urushmaga adam qolmadi, jinim qarindoshlar. Bu urushni yengib bo'lanmaysizlar. Uyg'urning Uyg'ur bilan bo'lgan so'qishida yengichi yo'q. Bu Gungsandan bilan Gomindan urushiga o'xshamaydi, aziz qarindoshlar. Bu urushni yengolmaysizlar. O'ylamanglar. Men yengime palani g'olib qilmayman, o'ylamanglar. Sizlar faqat yengaman desanglar, ikki narsada yengalaysizlar. Xalqqa qilgan xizmatinglar birisi. Xalqqa qilgan xizmatinglar. Ikkinchisi, oq ko'ngillikinglar, durustliqinglar bilan yengalaysizlar. Qolgan ishlaringlar bilan yengolmaysizlar. Chunki Xudo Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday degan. Güzel ahlakınla ve ibadetinle Allah'a yaraydigan en isil iş. Ayetninki tekstini unutup kaptım. Hadistin desek, ben hem de Kur'an ve hadislerini özüm yaxşı okugan bolsam mı, dini ibadette emilim mükemmel. Bombağa ben dini cihetinde sözlep ketmeyme, imkan kadar saklama bu cihette. Çünkü ben petva belgisi bolup kalmay, dini ustazlarımızga hürmetsizlik bolmuşsun, yoki özüm dinga vekillik qiluvchi bo'lmagan ekan, bo'lib qolmay deb so'zlamayman, lekin bir hadisni deb qo'ygim kelib qoldi. Bir musulmon uning tilidan boshqalar salomat qolgan kishi. El muslimu men salima muslimuna min lisanihi ve yedayhi. Musulmon deb kimni deymiz desa, men bu hadisni 15 yılın aldıda yadağan şüpheti kaptı isimde 18 yılın aldı diken. Onu ki bakmaptım ben. Müslüman degen bir kişi ki başkalar onun tilidin ve koludun aman kalan kişi doğru degen. Sizler başkalarına tilinler bilen, dilinler bilen azar verip durup Müslüman bolalmaydı eken sizler, kırındaşlar. Ben şu. Ben dügen birisini tillimedim. Allah şükür 3 yıldan beri nefret kaçmadım ağzımdan. İnşallah Allah bunun için mi Uygurumga nefret bildirişini saklasın. Soqışlıqlar bolsa ben teyya, ben naiti çaqqan, muşlaşçı, ağzım yaman, beksat geplerini bilme, 7 xil tilni tillayalayman, maqolalarni vahshiy tillab yozalayman, bunday qilmayman. Mening hamma tilim, o'yam fikrim millatimning dushmani Xitoyga qartilgan. Shunga bugungidek men pishni basatlarni ta'minlar qarindoshlar. Uyg'ur bilan so'qishalagan odamni sizlar qahramon deb qolmanglar. Uyg'ur bilan so'qishib qahramon bo'g'ilib bo'lmaydi. Xitoy bilan so'qishib, Xitoyni tillab haqorat qilganlarni qahramon deymiz. Men Xi Jinpingningki 9 sifitini izlab chiqarib qo'ydim. Xi Jinpingni tillanglar. Xi Jinpingni qonxo'r, jallod, diktator, faşist, irqchi deb yozdim. Shuni taqtinglar. Siz emin bo'lsanglar. Tillaydiganga Jang Chunshan ba, Uyg'urni qirg'in qilayotgan. Chu Hailun ba, shuni tillanglar qarindoshlar. Wang Lechuan ba, shuni tillanglar qarindoshlar. Hech bo'lmasa o'lib qolgan Xitoylardan Mao Zedong ba, hayotlardan Hu Jintao, Jiang Zemin, Wen Jiabao, Li Keqiang, shuni tillanglar qarindoshlar. Vatanimizdagi har qaysi jihiy organlarning boshliqlari bor, shuni tillanglar. No'ch olsanglar shuni tillanglar. Qo'lingizda qalam tursa, imoninglar bo'lsa, agar o'zingizlar musulmon desanglar, bayatınki hadisga xiloflik qilmayman desanglar, shuni tillanglar. Ramazonni demay Uyg'urni tillamanglar. Men tillasanglar, ixtiyoringlar, lekin masalan tillamayman. Mushishman deydiganga men tayyor. O'g'illar mening oldim kelib mushishidi. Herkes yolg'on to'qimaydi. Erkek bo'lsang oldimga kel. Men har qandig'im bilan titalayman, deb diyalayman men. Bu gapni Xitoyga deyman. Agar pishni pasar to'xtmay buga tuhmat qiladigan bo'lib qolsa, men tayyor. Allohga omonat. Aman bo'linglar. Sözümni bek taqib qo'ygaysizlar qarindoshlar. Men texmi ko'p qarindoshlarimizningki aktiv energiyani, to'g'ri, samimiy, rostchil gaplarni anglashini, vijdoniy mas'uliyatimizga sodiq bo'ladigan gaplarni anglashini umid qilaman. Bizning dushmanimiz Uyg'ur emas, Xitoy. Bizni eng ko'p yaram qilgan narsa hozir Uyg'urning Uyg'ur bilan so'qishi jinim qarindoshlar. Nurg'un yoshlar, ziyolilar, kichik bolalar bizningki urush haqimizdan, bizningki ishki majralimizdan zerikib Uyg'urdan qochmoqda, Uyg'ur bilan to'y qilmayman demakda. Men ashuni angladim, ko'rdim, menga dedi. Unda qilmaylar jinim qarindoshlar. Uyg'urning bek yaxshiligini,
bek güzellikini, ahlaklıkını, medeniyetini bildireyli. Başka milletler mi bizden yerginip ketmisin? Soğuşa verse. Biz kıldığın işler bekçi yok canım kırımdaşlar. Yazdığın neslimiz var, sözlediğin nesler var. Ügündüğün nesler var. Pul tepişimiz gerek, bay boluşumuz gerek, ballarımızı terbiyeleşimiz gerek. Çiniqişimiz gerek canım kırımdaşlar. Biz ügündüğün bekçik bilimler var. Kesbi sahalar var. Texnikalar var. Şunu qilishimiz kerak canım qarindoshlar. Nima qilamiz birimizdan so'qishuv? Aman bo'linglar. Hammalarga salomatlik tilab